Andijondamiz, aziz do'stlar. O'zbekistonda barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan Sariq bola pizza Andijonda o'z faoliyatini boshlashga tayyor. Barchangizga ma'lum va mashhur bo'lgan o'sha Sariq bola pizza Toshkent shahrida juda ham ko'p filiallarga ega va shu kunlarda ushbu filial o'zining navbatdagi nuqtasini, navbatdagi lokatsiyasini ko'rib turganingizdek Andijon viloyatining Andijon shahrida, demak, ochmoqda. Ayni paytda, ayni fursatlarda aziz do'stlar, bu yerni ochilish marosimi bo'lishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Shu kunlar ichida juda ham katta tantanali ochilish bo'ladi va hozir sizlarga Andijon Sariq bola pizzaning ichki qismini birgalikda obzor qilamiz. Ketdik do'stlar. Ko'rib turganingizdek juda ham qulay lokatsiyada, keng parkovkada lokatsiya tanlangan va hozir ozgina bu yer tartibsiz, sababi tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Noldan ta'mirlanib, mana shu Sariq bola pizzaga moslanib, chiroyli qilib ta'mirlangan va hozir ichkarigi qismga kiramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek juda ham keng, juda ham chiroyli, yorug', shinam, mijozlar kirganda bag'ridil ochiladigan kengina joy ochilgan. Birinchi kirganingizda tabiiyki ko'rib turganingizdek bu yerda kassa, ovqatlarni bemalol buyurtma qilishingiz mumkin. O'ng tarafda mana katta zal va chap tarafga yurganimizda ham mana kattagina zal. Hozir biz pizza markazini ichki qismini obzor qilyapmiz, lekin boshqa mavzu haqida hozir gapiramiz. Kirganimizdan so'ng aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek chiroyli ovqatlanadigan joylar va ayniqsa bolalar bilan kelganda aziz do'stlar bemalol mazza qilib o'ynaydigan juda ham chiroyli plashatkalar ochilgan. Sariq bola pizza. Endi do'stlar, gapni indalosga o'tamiz, asosiy mavzuga o'tamiz. Taniqli brendlardan biri hisoblangan Sariq bola o'zining Andijon filialiga aynan juda ham chiroyli dizayn, juda ham chiroyli interyer tanlagan va bu yerda 70-80% aziz do'stlar, yaqinroq kelasiz. Dekapol panellardan foydalanilgan. E'tibor bering. Mana o'zimizning dekapol panellari. Va mana shu markazni har bir nuqtasida deyarli barchasida dekapol panellaridan foydalanilgan. Odamlar o'tiradigan, ovqatlanadigan nuqtalarda, shu bilan birgalikda bolalar o'yingohining pastki qismida agar sanaydigan bo'lsak, juda ham ko'p nuqtalarga aynan mana shu dekapol panellaridan foydalanilgan. Devor qismlariga e'tibor qaratamiz. Yana keling. Bu yerda ham mana ko'rib turganingizdek zalni deyarli 70-80% qismiga dekapol panellaridan foydalangan. Panellarimiz ko'rib turganingizdek egiluvchan va har qanday nuqtaga, har qanday burchakka moslashib ketadigan ustalar uchun o'rnatish jarayonida ham juda ham qulay bo'ladigan dekapol panellari. Bu yerda servis xodimlar yoki bo'lmasa hojatxona barcha nuqtalarda devorlardan dekapol panellaridan foydalanilgan. Oshxona uchun, restoran uchun umuman olganda tashqi muhit ta'siri juda ham kuchli bo'lgan joylarga buni tavsiyasi albatta beriladi. Sababi do'stlar, bu yerda tashqi muhit ta'siri kuchli bo'ladi. Birinchi o'rinda yoz oylarini agar hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda albatta salqin, muzdek, namlik bo'ladi. Namlikka birinchi o'rinda chidamli. Qishda esa ichkari issiq bo'ladi, issiqqa ham chidamli. Undan tashqari ichkarida mana va ulardan eng asosiysi mana shu yerni dizaynini yanada chiroyli qilib turgan dekapol panellari. Agar siz ham uyga bo'ladimi, restoranga ham, oshxonaga ham, ofisga ham endi aboy yoki bo'lmasa shpakulyovka yoki bo'lmasa boshqa manbalarning o'rniga bugungi kunda o'rnatish ham anchagina oson bo'lgan. Mablag' jihatidan ham va uzoq yillar davomida sifatli bo'ladigan bugungi kundagi qurilish materiallarining orasida trendda bo'lib turgan panellardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Siz professionallarga ishonasizmi? Siz albatta brend egalariga ishonasizmi? Ko'rib turganingizdek eng taniqli bo'lgan Sariq bola brend ham o'zini mana shunday pizzalarga dekapol panellaridan foydalangan. Eshiklar ham do'stlar mana paneldan qilingan, e'tibor bergan bo'lsangiz. Do'stlar, sizlarga ham tavsiya etamiz, agar sizga ham aynan mana shunday katta hajmda panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekistonning deyarli barcha nuqtalariga mana shu panellarni yetkazib, o'rnatib berish imkoniyati bor. Buni eng yana bitta afzallik jihatlaridan biri istalgan rakursda mana ko'ryapsizlar, buriladi, egiladi va istalgan
o'lchamda demak qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Istasangiz mana shunday qirg'oqlik, istasangiz tekis, istasangiz mana shunday oysimon bukiladigan holatlarda ham panellardan demak foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu esa uzoq yillarga chidamli. Aziz do'stlar, sizga Decapol panellaridan tavsiya qilamiz.